Mazlumlarning nidasi. Armanlarının sadası. Hürlük şeydalarının, vatan sevdalarının dava meydanı. Hürlük yolda izlengüçlerinin meknet bilgisi. Uygur nidası Tor Radyosu. Uygur Nidası Tor Radyosu. Assalamu alaykum hürmetlik anlıqçılar. Anlavatqınыңlar Uygur Nidası Tor Radyosu. Mustamliki zulümüde emravatkan halkımızın ahuzarını dünyaya anlatış. Vatan içi sırtındaki halkımız təqdirge münasibetlik mühim haber, uçurlar ve mulahizlerden kişilerini haberdar kılış. Dinli bilimler, tarihimiz, esil edebi miraslarımız arkalık evlatlarda sağlam itiqad, gurur ve ana til söygüsü yetildiriş nişanı bilen Vatan davasida tegishlik majburiyatini ado qilishni maqsad qilgan Uyg'ur Nidasi Tor radio televiziyasi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarga oliy ehtirom va salomlarini yo'llaydi. Yuragi vatan deb so'qqan vijdon egalarining moddiy va ma'naviy qo'llashi bizning mavjudligimizning kafolatidir. Assalamu alaykum hürmetlik ana til ve el suyer qarindishim. Avlodlaringizga suyumlik payg'ambarimizni tonutishni, esil an'analarimizni o'rgatishni xohlamsiz? Undaq bo'lsa, sizga bir xo'sh xabarimiz bor. Tunji Uyg'urcha suratlik Siyrat o'smirlar jurnali nashr hayotiga boshladi. Jurnalimiz Payg'ambar alayhissalomning hayoti, ish faoliyatlari, hikoyalar, she'riyat gulzori, sayohat xotirasi, qiziqarli kartonlar, sahobalar hayotidan unchilar qatorliq rangdor sahifalar orqali o'smirlarimizning diqqatini jalb qilgusi. Siyrat o'smirlar jurnali fasllik bo'lib, har 3 oyda bir qatim siz bilan yuz ko'rishidir. Her son 60 bet etrafında Siyret Ösmirler jurnalının davamlı neşir kılınışı ve terakkiyatı sizin jurnalımızga müşteri bulup yakından kollab kuvvetlişinizge bağlı. Dünyanın her qaysı joylarida bu jurnal kirmegen birmi Uyghur ailesi kalmaslığı üçün Siyret Ösmirler jurnalıga müşteri bulun. Müşteri tepin ve tavsiye kılın. Tamçı köl bulur, kollasanlar terakki kılır. Tirişçallık bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Kamali ihtiram bilen Siyret Ösmirler jurnali. Telefon numara 0090 553 070 73 50. Ana til darsligiga xaridor chaqirish boshlandi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Ana til tashabbuschisi Abduvali Oyib apandi tarafidan tuzilgan Ana til darsligi nashrdan chiqish oldida turmoqda. Bu kitobdagi asarlarni avtor o'zi yozgan va Uyg'ur bolalar adabiyoti javharlari asosida ratlab chiqqan bo'lib, bolalarning yeshi, mijozi va qiziqishiga mos holda tuzilgan. Savodi yangi chiqqan, chali chiqqan va yiziqchilik saviyasi to'liqlashga muhtoj o'quvchilarga mos keladi. Kitob oddiy tildagi she'r, qo'shiq, hikoya, cho'chaklar bilan boshlanib tadrijiy beyib mavdu va bolalarni tabiiy ona til dunyosiga boshlab kirdi. Kitobda har darsdan keyingi ko'nikmalar va oylik sinoq savollardan tashkil topgan bo'lib, bolalar oilada o'rganib ketalaydi. Agar muhojiratdagi ona til kurslariga darslik qilinsa, unumi texmi yaxshi bo'ladi. Hamda oilada urf-odat, qoida-usul va madaniyat darsligi bo'lishga tamoman mos keladi. Bu kitobni keng doirada tarqalishi va har
har bir Uyg'ur oilasida bo'lishiga kapolat qilish uchun kitobning mazmuni, sifatiga alohida ahamiyat berish bilan birga Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarda vakolatan sotuvchilar belgilandi. Turkiyaning Istanbul shahrida Safaköy va Zaytunburnu rayoniga setish nuqtasi ta'sis qilindi. Kitoblarning to'p tarqilishiga mas'ul xodim Nabijon Ala. Aloqa telefoni va WhatsApp nomeri 0090 535 84 86 039. İlxat adresi Artuç Buğra 2015@gmail.com. Çalı tekken ok. Mehmet Ali Zunun Teşnai. Vaderiha oknu tekküzduk çala. Şu tüfeyli bağrımız kanlık yara. Kamç kaltek astıda kaldık yine. Koş bilen söremgi mekkum uykala. Tahrimizden ot çeçildi kançeret. Kıpkızıl yangınğı çömdü tağdala. Köymidi yangında sırtmak ne üçün? Ne üçün biz bu balağa muhtala? Emdi bilsek oknu tekküzduk çala. Hemmidin better iken sülhi sala. Vaderiha oknu tekküzduk çala. Hemmidin yaman iken sülhi sala. Ko'ngillarda va amallarda biz. Abduvali Ayub. Misrda uchratgan o'quvchilarning oldimda doim biz deb so'zlashlari masligimni keltirdi. Ularning bilib bilmay meni bizning qarshisidagi haqqi chiqarib savol so'rashlaridan ma'lum bir mudofaa temini hozirlab yoki aniq bir maydon bekitib olganligi ko'rinib turadi. Mencha mustabid tuzumda yashagan yoki yashayotgan kishilar mushundoq tafakkur qiladi. Chunki hokimiyatning o'zi bir qutb bo'lib, o'ziga yantayoq bo'lmasa qarshi qutbga tava qilib dushman sanaydi. Jim turgan, sukut qilganlar gumonliq qaraladi. Mustabid elde yantayoqlarning kuni to'xtamay sadoqatini isbotlash bilan o'tadi. Ularning ko'ngli o'zini doim bir dushmanga qarshi qo'ymasa aram topmaydi. Mustabidlikda yashagan kishilar ikki qutblik tafakkur qildiganligi uchun to'xtamay qarshi qutbligini izlab dushmanlik qilish orqali o'zining qutbida qanchalik qat'iy ekanligini ko'rgazma qiladi. Bu yo'lda doim baslashadi, doim silish turadi. Hamisha o'zining ustunligini bildirgisi keladi. Ular o'zining qimmatini qarshi tarafning qimmatsizligini jakarlamay turib yoki qarshi tarafning bir tiyinga arzimay qolganini xaloyiqqa sazoyi qilmay turib his qila olmaydi. Misrdagi ba'zi taliblar bilan Aramdagi haq biz fasili bahar oylarida yozilgan Misrg'imi Turkiyagami mavzuliq yozmam sabablik oshkorlangan bo'lib, Uyg'urning birer fikr atrofiga uyushmig'i bakmu tas davrida bundaq hamdamdilikdan suyunganmi bo'ldi. Misrdagi Uyg'ur o'quvchilar bilan yuz turani to'rda va ayrim paranglashish jarayonida ikki qutblik tafakkurning meni va ularni naqadar zaharlaganligini his qildim va buning manbasi haqida o'ylandim. Kichigimda naqshlar seriq naqsha va qizil naqsha deb ikkiga ayriladi. Kishilar inqilobchi bo'lishi, so'zlar inqilobiy bo'lishi, maqsad inqilob uchun bo'lishi kerak edi. Bundaq bo'lmaganlar aksil inqilobchi bo'ladi. Undaqlarning so'z, qiliq va muddaolari albatta aksil inqilobiga tava bo'ladi. Jamiyatdagi ziddiyat azguchi sinf bilan izilguchi sinf o'tirsidagi bo'lib, azguchilar yo'qolmag'icha sinfiy kurash oyoqlashmaydi. Qizil armiyaning mashrang shapkasini kiyib, mavzudun uzunlarini yatlab yurganlar ilg'orlar sanılib, beshiga do'ppi kiyib, yog'liq artganlar ko'nglik tarafdorlari deyiladi. Kalimiz azroq tafakkurga ulashganda dunyoni moddiymi yoki ongmi deb so'raydigan bo'ldi. Davlatlar cho'qim sotsialistik bo'lmasa, kapitalistik bo'ladi. Dushman kuchlarning ideologiya sepiga singib kirishning qandoq oldini olishni o'rgandik. Bir mezgil adabiyot darsligimizda liberalizmga qarshi turayli degan tekstni o'qib, liberalizmga o'sh qilindik. Chunki liberal demak erkin demak edi.
Demak, erkinlik mustabidning qarshisida bo'lg'achqa, hozirgacha o'shligimizni davom qilyapmiz. Shundaq tarbiyada, tashviqotda yetishgan kishilar tursak, ma'rifning diniy va fanniy deb ayrilmaydiganligini, ilmning fanniy va diniy deb bo'linmaydiganligini, ziyoli deganlik nur egisi, nur oshiqi degan bo'ldiganligini, inson qalbini zulmatdan qutuldiruvchi nurning iymon ekanligini, Qur'onning nur deyildiganligini qandoqmi qabul qila olamiz? Demak, mayli maktabda o'qigan, mayli mollamda o'qigan bo'layli, qalbimiz nurga haqiqiy erishmagachga, nurlanmag'achqa, dunyoni moddiy yoki ma'naviy, millatni musulmon yoki uyg'ur, ilmni diniy va fanniy deb ayirib, birini do'st, yana birini dushman ko'radigan ikki qutblik tafakkurdan qutula olmoqdamiz. Misrdagi leksiyaga qiz o'quvchilarning chaqirilmaganligidan afsuslandim. Azharga ketib o'tib, yo'lda Uyg'ur qizlarni ko'rgan edim. Azharning qizlar bo'limi atrofidami qizlarimiz uchirgan edi. Men tunuydigan birodarlarning mo qizlari, singillari bor edi. Ammo u kuni birsimi yo'q. Bir hafta jarayonida izdegan o'g'illarning oyiqi uzilmadi. Biroq qizlar yo'q. Surishtirsam, qizlarni tunimaydigandek, tilga ilishni xohlamagandek, cheklangan temindak bir hol ko'rildi. Misrda bexatarlik bo'libmi qizlarning omonligi oson daxlik uchraydigan bo'lg'achqa, indoneziyalik o'g'illar navbatlashib qizlarni qo'g'dab maktabga olib akilib qo'ydi ekan. Uyg'ur o'g'illar buni qila olmadik deb hasratlanishdi. Unda qilsa, fitnaga qilishdan ehtiyot qiladi ekan. Qizlar avtobusda arab erlarning yenda o'ltirishga rozi ekanki, Uyg'ur o'g'illarga yaqin yo'lamaydi ekan. Chunki fitna bo'lmadik. Shuning bilan Misrlikqa tekkan bir qiz o'quvchi esimga kelib qoldi. Ketadigan kuni kechda yo'lda Uyg'ur qizlarni necha qitim uchratdim. Jiroqdan meni ko'ribla yo'lning boshqa tarafiga o'tib ketishdi. Yaqinda bir ijara binoda qizlar parakanchilikka uchrabdi. Buningdan g'azablangan bir bola menga Turkiyada bexatarlik ahvoli qanday, qizlar maktabning yotig'iga o'rinlashib o'qiy olamdi deb so'rabdi. Bu savollardan Turkiyadagi qizlarning ahvolini bilmaydiganligi ma'lum edi. Ma'lumotsizlik xatarli. Fitnadan qo'rqib hamshirlarga ega bo'lmaslik texmi xatarlik edi. Qizlarni yaklab fitnaning manbasi deb qarash, qizlarni qarshi safga ayirib, biz va bizning demaslikmi qalbning qorong'uligi, xunukligi va nursizligining isboti xolos. Misrga bormasdanla bu yerdagi ustozlar orasidagi ko'ngilsizliklarning purqini olgan edim. Bargan kunimdan boshlab bu puraq bargancha ichimni etishtirg'ili turdi. Nopusliq biraylarga bu vaqtda mas'ala soldim. Uning siz emas, xili odamlar chiqib bu so'ringa jug'lay olmagan, aplashtirolmagan. Sizmi qila olmaysiz. Aplashmaslikning hadisga uyg'unligi haqida bayonoti tursa deb qaqshab ketganini anglab qo'ydim. Ammo ishonmadim. Arada 3 kun o'tib, yana biraylan bu yerdagi boshlarni bir yerga yig'ishni taklif qilib, ching turib oldi. Ustozlarning cho'nglari bilan asosan mo'ndishib chiqqanim uchun yig'olmasligimga ishonmadim. Nazarimda ular bilimlik, ibodatlik, qadrdon kishilar edi. Hammasi bilan dinning, musulmonlarning xizmatidan boshqa g'amlarni qilishmagan edik. Bir-birlab telefon qildim. Biraylan telefonni qat'iy olmadi. Qolganlarning ko'pinchisi so'rinda kimning bo'lganligini so'radi. Bir qismi ahvolga qaraydigan bo'ldi. Kechda saqlaganimizda faqat keladi deb o'ylagan bir ustozdan boshqasi kelmabdi. Şu an esimga men bilan qancha kundan beri birga yurgan bir guruhining leksiyamga meni yolg'iz uzitib qo'ygani keldi. Chunki leksiyani ularning ustozi o'sh kishilar uyushtirgan edi. Ustozlarni saqlab tarqab ketdik. Hatto leksiya o'rnini topolmaydiganligimni bahona qilib, birga ilib olgan inimizmi gap qilishdan qo'rqib ketib qoldi. Chegara bu qadar mustahkam. Sorundan umidsiz, unsiz, halsiz yotdim. Leksiyamda biz deb turib savol so'ragan, torlarda men bilan biz deb turib munozirlashgan beg'ubar ko'zlar, qizg'in yuzlar ko'zimga shunchalik bechora ko'rindi. Ayrim ko'rishgan chaqda so'zlaridan millat, ummat,
ilm, iman iboralari to'kilib turgan ustozlarning amaldagi boshqacha obrazidan umidsizlandim. Qutupluq tafakkur ularning tilini oyatga keltirgan bilan qalbiga Qur'onning nurini yetkazamagan edi. Hammani anglagan edim. Misr Uyg'ur jamoati ichidagi ustozlar bosh bo'lgan bu ixtilof, yaklash, cheklashlarga sabab bo'lgan ziddiyatlik fikr omili yo'q, yurtvozlik omili yo'q. Faqat talishadigan shuhratdan, quturayotgan hasratdan, kushkurtayotgan xunuklikdan boshqa hech sabab mavjud emas edi. İzdiqo Afrika çöllerinde sersan bu cemaatning biz diyalaydigan imamları yo'q edi. Vatansiz bu masumlarning bizni o'gitadigan ustozlari yo'q edi. Umidvar bu karvanning yo'l boshchilarini mugdak bosgan edi.